أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وعلم من العلوم ما لم نعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أنزل عليه نون والقلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والحكم. Barliq hamdu sana madhiyalar bizlarga son sanoqsiz ne'matlarni haqsiz bergan va biz bilmaydigan ilm hikmatlarni kitob tushirib payg'ambar ibirish orqali bizlarga bildirgan tanho bo'lgan Alloh taborak va taqaddasga bo'lsin. Durud va rahmat ol Alloh taborak va taqaddasning Qur'on Karim bilan ebergan payg'ambari Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va fazilatning ilm hikmatning egalari bo'lgan oli ashablariga bo'lsin. Assalomu alaykum. Butun dunyo har millat xalq qalbida ona degan musharraf nom bilan atalgan o'z farzandlarining g'amida yurib, ularning baxtli bo'lishini tilab, yurak bag'ri kavob bo'layotgan hurmatga sazovor onalarimiz va barliq ona bo'lish oldida turayotgan xonim qiz qarindoshlarimiz. O'zimni bir ojiza bo'lganligim va kelajakdagi bir millatning tarbiyalugisi bo'lganligim uchun o'z baxtimiz va kelajakdagi farzandlarimizning baxti haqida, shundaqla haqiqiy baxtning nimaligi va uni qanday qo'lga keltirish kerakligi haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislaridan va islom onalarimizning o'chmas tarixiy izlaridan o'rganganlarimni va olimlarning bu haqdagi pand nasihatlarini anglaganlarimni birlashtirib jamlagan bu risolamni saminglarga sunmoqchiman. Astoydil anglab muloyiz qilib beqishinglarni va xato bo'lib qolgan so'z iboralar almashib qolgan yerlarni tuzitib to'g'risini qabul qilishinglarni o'tinish bilan birga kamini zaifi haqida duo qilib qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'rayman. Astag'firu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تعالى öz kalamida mundaq dedi: Ey müminler, özüңlarni va ahli farzandinglarni inson va toshlar yiqilg'i bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zax o'tidan saqlanglar. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa shuni ijro qiladi. Yana Alloh taolo: "Ey o'zini men mu'min deyotgan kishilar, sizlar o'zinglarni va ahli farzandinglarni inson bilan toshqa bevosita tutishadigan, nihoyatda kuchli, qattiq qo'l, Allohga osi bo'lmaydigan farishtalar muakkal qilingan dahshatli do'zax o'tidan saqlanglar" deyish orqali bizlarga do'zaxdan saqlanishga yolg'iz iymon aytib qo'yish kifoya qilmaydiganligini, cho'qim do'zaxdan saqlanish uchun yaxshi ish-harakatlarni qilib, ahli ayollarimizga ega bo'lib, ularga yaxshi tarbiya qilishimiz, Allah buyurgan ishlarni va to'sqan, cheklagan ishlarni halol bilan haromni bildirishimiz lozimligini topilgan. Ahli farzandlarni dahshatli o'tdan saqlash mas'uliyatining yanada shu ota-ona bo'lg'uchilarning ustida ekanligini aniq bildirgan. Alloh taolo yo'lni nihoyat aniq ko'rsatgan. Shunga ey qarindoshlarimiz, shu dahshatli o'tdan saqlanish uchun avvalan o'zimiz ulgu bo'lib, yaxshi amallarni qilib, Alloh cheklagan, harom qilgan ishlardan yenishimiz, ahli farzandlarimizni ham Allohni va Allohning payg'ambarini tunuydigan, o'z dinini hurmat qiladigan, yaxshi solih farzandlardan qilib tarbiyalab chiqishimiz lozim. Yana Alloh taolo sura Al-Imronning 110-oyatida mundaq deydi: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah." Sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatlar. Mana bu oyatdagidek Alloh taolaning bizlarni sizlar yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan eng yaxshi ummat degan maqsadga erishishimizning o'zila bizning dunyo oxiratdagi eng zo'r baxtimiz qarindoshlar. Buning uchun qanday qilishimiz kerak? Yanala har qanday ahvol ostida boshqalarni oldi bilan ahli farzandlarimizni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sishimiz lozim. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ballighu anni walau ayatan wa haddithu an bani Isroila wala haraja wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Etti Janob Akram sallallohu alayhi va sallam: "Mendan bir oyat bo'lsin yetkazinglar va bani Isroil qavmidan so'zlab beringlar. Yana ulardan payg'ambarni inkor qilgan, Allohga iymon etmaganlarning oxirida qanday halok bo'lganligi to'g'riliq so'zlab beringlar. Agar bir kishi meni yolg'onga chiqarsa, yana mening payg'ambarligimni, men Allohdan olib kelgan dinni va mening hadislarimni qasddan inkor qilsa, ular yolg'on deydi" deb. U kishi do'zaxdan o'ziga bir kishilik o'rin tutsin. Mana bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mendan bir oyat bo'lsin yetkazinglar deyish orqali amr ma'ruf qilishning muhimligini ta'kidlagan. Payg'ambar alayhisalom ashab kiromlar bilan o'tirib xutba qilyotdi. 3 kishi kelib qoldi.
Biri jamoatning orasiga kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashdi. Ikkinchisi aytdi, shuncha odamni bezor qilgandan ko'ra bir chetrak o'tiray deb bir chetda o'tirdi. Uchinchisi bunday qarab, yana shu gap deb ketib qoldi. Dars tugagandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq terlab g'alati bir holatga tushdi. Bunday holatga ko'pincha Jibril alayhisalom vahiy ilib kelgan tushadi. Shundoq terlab ketadi. Sahobalarni to'xtanglar dedi. Hammasi o'tirgandan keyin Jibril alayhisalom menga bir hikoya aytib berdi dedi. Hammaylar quloq soldi. 3 kishi bor ekan. Ular Tangri Allohning zikri bo'layotgan ilm majlisidan birga kelibdi. Biri Allohning zikri bo'layotgan, Allohning kalomi so'zlanayotgan joyga yaqinroq boray deb yiqilishdi. Alloh ham bu bandaga yaqin bo'ldi. Yana biri shu majlisda jamoatga azor berishdan hayo qilib, bir chettaraq o'tiribdi. Shu odamning gunohini yozilishdan hayo qilibdi. Uchinchisi Allohning ilm majlisidan yuz yurib ketibdi. Shunda Alloh ham farishtalar shu kishidan yuz yurib ketibdi dedi. Demak, ana shunday majlislarga borganimizda ham Allohni eslab, Allohni zikr qilib, Allohga shukr etib o'tirsak, albatta Allohning rahmati yog'di. To'y ma'rakalarimiz nag'ma navo, usul mashrablar bilan avajilayotgan bugungi kunda har bir ota-onaning hammadan bakrat o'ylaydigini, g'am qiladigan o'z farzandlarining qutlug' kuni bo'lgan to'y kuni va to'ydan keyingi baxtli turmushidir. Hammaylar mening bolam baxtli bo'lsa, qizim baxtli bo'lsa deb orzu qiladi. Qizim baxtli bo'ling, o'g'lim baxtli bo'ling deb duo qiladi-yu, haqiqiy baxtning nimaligini o'ylashmaydi. Haqiqiy baxt degan zodi nimada? Chiroyli uylarni silib bezashdimi yoki kiyimlarni kiyib isil mashinalarda meng'ishdimi? To'yni nag'ma navo bilan qizitib havoyi havaslarga berilishdimi? Zodi nimada? Hozir baxt desa hamma odam o'zining ojiz aqli bilan nikoh bo'lish qilib bog'laydi. Ammo islom shariatida bo'lsa, haqiqiy vaqtli odam deb qalbida iymoni bor, Allohga taslim bo'lgan, Allohga haqiqiy bo'ysungan odamni deymiz. Haqiqiy musulmon oilasini dunyodagi eng baxtli oila deymiz. Biz bolalarimizning baxtli bo'lishini nikohga bog'layotganmiz, undaqda cho'qimki buningga bola tug'ilishidan tortib ahamiyat berishimiz lozimdir. Agar Alloh bir oilaga qiz bersa, ona bo'lg'uchi katta bir sanduqni olib uni to'shqizishga harakat qiladi ekan, shu qizimga bir narsa yig'sam deb. O'g'il bersa, dada bo'lg'uchi harakat qiladi ekan, uy joy solsam, shu o'g'limni o'lsam deb. Biroq bu faqat iqtisodiy tayyorlikdir, qarindoshlar. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu zot bolalarga bunday tayyorlik ko'rmabdi. Holbuki Rasulimiz Janob Akram sallallohu alayhi vasallam bolalarini, farzandlarini ma'naviy din va diyonatda mustahkam qilib tarbiyalabdi. Qachonki sahobalar kelib payg'ambar alayhisalomdan kimlarga o'yinimiz deb so'raganda, payg'ambar alayhisalom tunkihul mar'atu li arba'in limaliha va li hasabiha va li jamaliha va li diniha fazfar bi zati din taribat yadaka muttafaqun alayh. Ayol kishi iqtisodiy, nasaviy, chiroyi va dini qatorliq 4 jihatdan tanlanadi. Dindor ayolni elib muvaffaqiyat qozon, barakatga cho'milsan degan ekan. Haqiqatan islomda nasab molning e'tibori yo'q, din va diyonatning e'tibori bor. Nasabning e'tibori yo'qligini misol qilib o'tadigan bo'lsak, Ummul Mu'minin bo'lgan Fatima Zahra onamizni vafot bo'lgan kuni kechda qabristonga opirildi. Shunda qabrga qo'ygandan keyin Salmon Farisi radhiyallohu anhu o'rnidan turib yig'lab tashladi. Aytdiki, "Ey qabra, sana kimni elib kelganimizni bilamsan? Janobi Akram sallallohu alayhi vasallamning eng suyumli qizi, Hazrat Ali radhiyallohu anhuning jufti haloli, Imom Hasan, Imom Husaynlarning muborak onasi bo'lgan Fatima bint Muhammad sallallohu alayhi vasallamni elib keldik." Shu zaman qabrdan ovoz chiqib ketgan ekan qarindoshlar. Qabr aytdiki, "Ya Salman, ya ma'shara sahab, ey sahobalar jamoati, men shundoq joymanki, kimning qizi, kimning onasi, kimning ayoli ekanligini xitob qiladigan joy emas, balki kimning amali qanchaligini xitob qiladigan joyman" deb javob bergan ekan. Bu so'z kimga nisbatan aytildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Hazrat Ali radhiyallohu anhuning ayoli bo'lgan muborak onamiz Fatima Zahra radhiyallohu anhaga aytildi. Biz kimmiz bu zotning oldida? Qanchalik odammiz? Demak, islomda nasabning e'tibori yo'q. Molda ham bizga hech ahamiyat yo'q. Alloh taolo hammani o'z dargohiga elib keldi, xolig'ini boy qildi, xolig'ini kambag'al qildi. Ammo haqiqatda biz bilan birga qabrga, hatto qiyomatgacha yawmun la bay'un fihi va la xilal, do'stlik, oldi-sotdi, pul, mol, boylikni asqatmaydigan kun shu qiyomat kunigacha ham safar bo'ladigan, shu boylikni ham, shu nasabni ham elib beradigan narsa bu diyonat bo'ladi. Janob Akram sallallohu alayhi vasallam doimo diyonatni e'tiborga oladi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizga o'yinishni orzu qildi ekan,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi Fatimani o'z amrimga olsam deb xiyoliga keldi-yu, biroq Rasulullohga qizingizni menga bering deb qandoq deyman deb uyaldi.